Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 24-iyun kunidan 1-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 24-25 kunlari 33-38 daraja, 26-iyun kunlari 35-40 daraja, 27-28 kunlari 37-42 daraja, 29-iyun va 1-iyul kunlari 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 24-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 25-iyun va 1-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26-iyun kunlari 20-25 daraja, 27-iyun va 1-iyul kunlari 22-27 daraja, kunduzi 24-25 kunlari 33-38 daraja, 26-iyun va 1-iyul kunlari 35-40 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 39-44 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 24-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 25-iyun va 1-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 24-25 kunlari 33-38 daraja, 26-iyun va 1-iyul kunlari 35-40 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja bo'ladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.